Meni endi esa patenim bor. Aminam esa hammasi zilyon yonib turibdi. 100% patenim to'g'ri deydigan aka-ukalarimiz pateni kuyib qolgandan o'zlarining xabari yo'q. Shu videoga esa bitta like bosib, videoni esa aka-ukalarimizni tarqatib qo'yamiz. Sizlarga esa ozgina foydali video qo'yib o'taman. Undan keyin esa videoni oxirida aytaman, qanday qilib patenlari kuyib qolganlarini. Videoni o'tkazavermay, to oxirigacha ko'rishlaringizni so'rab qolardim. Rossiyaga yangi kelgan odamning 5 ta problemasi bor. Bu problema nima? SNILS, biometriya, uslugi, SIM karta hamda bank karta. Mana shu muammolarni bir joyda hal qilsa bo'ladi. Bu adres qayer? Orqamda Metro Tuluskining 2-VXda shu yerga kelasiz. Mana shu ko'rib turganingiz Targov Center Kорабль. Shu yerga kirasiz. Orientir naprotiv Sberbank. Atiga 500 rublga o'zingiz uchun SIM karta sotib olasiz. Qolgan barcha uslugalar tekinga tushadi. Rossiyada o'zingizni ehtiyot qiling. Videoni o'tkazavermay, to oxirigacha ko'rib turgan aka-ukalarimiz, mana endi esa ukamizni o'zidan ma'lumot olamizki, qanday qilib buni pateni kuyib qoldi. Qanday kuyib qoldi? Patent oldim, Trdoy dogovor qildim. Через госуслуга yuborish kerak, o narsani bilmardim. Hop. Patent kuydi. Endi nima qilamiz? Endi shu qora ishda yuramiz, tashinib, bez dokument. Aka-ukalar, sizlarda ham patenlaringiz kuyib qolmasligi uchun turdoy dogovor qilib turib, 2 oy ichida esa через госуслуга jo'natib qo'yish kerak. Shu videoga esa bitta like bosib, videoni esa shunaqa do'stlaringizga jo'natib qo'yingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.